So'nggi paytlarda tomoshabinlar orasida 4 qismdan iborat Bolakayga qarshi kurash filmi ko'p muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Uni hatto mashhur Uyda yolg'iz filmiga tenglashtirishga ham ulgurishdi. Xo'sh, bu qanchalik to'g'ri? Film voqealari Rojdestvo arafasida Londonda kechadi. Asosiy qahramon Trevor Bingley no'noq, hayotda o'z o'rnini topmagan erkak. U hashamatli penthausni qo'riqlash vazifasini oladi. Ammo kutilmaganda yo'qolib qolgan kichkina bola bilan yolg'iz qoladi. Shu nuqtadan boshlab film tomoshabinni kulgili va iliq vaziyatlar ichiga olib kiradi. Tomoshabinlar buni Uyda yolg'iz filmi bilan nega solishtirganining sababi aniq. Rojdestvo muhiti bolaning asosiy obrazda ekanligi, kulgili qarama-qarshiliklar barchasi bunga sabab bo'la oladi. Lekin asosiy narsa mas'uliyatsiz insonning o'zgara olishi. Shu sababdan ham ko'pchilik buni klassikaga tenglashtirishmoqda. Lekin bu zamonaviy oilaviy komediya desak aniqroq bo'ladi. Trevor rolini ijro etgan aktyor filmning asosiy tayanchi hisoblanadi. Uning mimikasi, harakatlari va bolaga nisbatan asta-sekin o'zgarib boradigan munosabati juda tabiiy chiqqan. Kichkina bola rolidagi aktyor esa filmga jon bag'ishlagan. U sun'iy emas, balki haqiqiy sho'x bola sifatida ko'rinadi. Aynan shu uyg'unlik filmning eng katta yutug'i deyish mumkin. Filmning asosiy yutug'i soddalik va samimiylik. Sujet unchalik qiyin emas. U murakkab sujetga ega emas, lekin tomoshabinga iliq his-tuyg'ular beradi. Ushbu film Ria Play tomonidan professional dublyajda o'zbek tiliga o'girilgan 4 qismdan iborat bo'lib, har bir qism qisqa, cho'zilmagan holatda platformaga joylashtirilgan. Filmning aniq byudjeti rasmiy manbalarda keng ochiqlanmagan. Biroq sahnalar, dekoratsiya va maxsus effektlarga qarab aytish mumkinki, bu katta byudjetli blockbuster emas. Aksincha, o'rtacha byudjet asosida ishlangan, lekin g'oya va aktyorlarning mahorat bilan rol ijro etishi filmning reytingini anchagina ko'tarib berdi. U klassika darajasiga yetmasligi mumkin, lekin undagi Rojdestvo muhiti, mehr, kulgu barcha element mukammal qilib ishlangan. Sizningcha bu film Uyda yolg'iz bilan tenglasha oladimi? Fikrlaringizni kommentariyada yozib keting. Uyda yolg'iz hamda Bolakayga qarshi kurash filmlarining premyeralarini qayerda ko'rishingiz mumkinligini esa qahramonlarimizdan bilib olishingiz mumkin. Bolakayga qarshi kurash filmini professional dublyajda va yuqori sifatda Ria Play platformasida tomosha qilishingiz mumkin.